Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hozir bir narsa esimga tushib qoldi, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Bundan ancha yil oldin, 12 yilmi bo'ldimi, qanchaligini esimda yo'q. 13, 12 yo 10 yil bo'ldimi? Mardikor bozoriga tushib bir 5-6 ta mardikor bolalardan olib kelmoqchi bo'ldim. Pulni gaplashishdi. O'sha olib kelishim kerak edi. Odam ko'p edi, ishlovchilar, xohlovchilar. Bir bola bilan gaplashdim. Ukam, yur, bekorga ham o'tiribsan bu yerda. Mana shu pulga qo'ng'irgin, ishlaginsan. O'sha paytda ham shunaqa edi o'zi, narxi normalniy pul edi. Bir kunlik ishi. O'sha pulni kelishinglu yursan, aka, sal kamlik qoldi, ko'proq bering. Ko'proq bersiz boraman. Bekorga ham o'tiribsan, pashsha qo'rayapsan. Aka, pashsha qo'rib o'tirishga ham odam kerak-yu degan edi. Hozir mana pashshalarni qo'rib o'tiribman. Shu narsa esimga tushib ketib qoldi. Hayot o'tib ketyapti, mana tez-tez o'tyapti hayot ham. Shu Mardikor bozorida shu gapni eshitib kelganman, ancha kun o'ylanib yurganman. Nega bu bola bunaqa dedi? Pashsha qo'rishga ham odam kerak ekan. Yoz keldi, mana pashshalar ko'paydi. Pashshalarni urib o'ldirish kerak. Shunaqa gaplar. Hayot qiziqdi, hayot. Pashsha qo'rishga odam kerak ekan, mana o'tiribmiz biz ham uyda. Pashsha qo'rib